Nega indamayapsiz? Javob bering. Men kutyapman. Paul Reynoldsni izlayapmiz. O'zingiz kimsiz? Afsungar Ashkaban. So'zlagichni qayerdan oldingiz? Biz Ana xolos, Diana va Nathan sizlarni katta ko'ngilsizliklar kutyapti. bu yerda nima bo'ldi ekan? Bilmasam. Yovvoylar. O'rmonga qochinglar. Tezroq. Meni qutqar. Yo'q, qo'yvor. Mendan panjangni tort. Qo'yvor dedim. Bolalarga tegmanglar. Ko'ryon. Meni qo'yib yuboringlar. Men sehrgarman. Menga tegmang. Iflos qo'llaringni tortaring. Uni aslahasiga nima bo'ldi? Suv tegib qisqa tutashuv bo'ldi. Uni taniyman. Qasr zindonida birga o'tirgandik. Senmisan? Seni yopiq hududga surgun qilishgan edi-ku. Yovvoylar meni qutqarib, o'z qarorgohlariga olib ketishdi. Endi men ham ular bilanman. Biz so'zlagichni o'g'irlamoqchi edik. Afsungarga ega bo'ldik. Uni otini tutib kel. Bizga hali as qotadi. Uni sovutini yechinglar. Tiz choq, sehrgar. Uni qiynamang. Qo'rqma, Paul. Endi sen qul emassan. Sizlar tushunmayapsiz. U menga yordam bermoqchi edi. U bizni dushmanimiz. Biz sehrgarlarni qirib tashlaymiz. Buni daraxtga osinglar. Kern, afsungarlar. Bizni juda tez topishibdi. Ular meni izlashyapti. Nima uchun? Ularga aytma. Sen jim bo'l, qari to'nka. O'ljalarni yig'inglar. Og'ir yuk bilan uzoqqa keta olmaymiz. Hamma narsani olib ketamiz. Ularning kemasi minora quvvatidan kuch oladi. Agar tayanchni yiqitsak, quvvat uzatilishi to'xtaydi va kema qulab tushadi. U bilib aytyapti, Kern. Sehrli narsalarni tushunadi. Bo'lmasa boshlaymiz. Zander, yugurdik. Buni menga ber. Nima qilishni bilaman. Uni maqsadi nima? Unga ishonsang bo'ladi, Kern. Zanjirni ber. Tegma, o'lasan. Tort. Qattiqroq tort. Qani yigit, kuchingni ko'rsat. Bo'la qol. Chekinamas. Yo'q, qaranglar. Qoyilman, Paul. Boplading. Endi bizni qo'yib yuborasanmi? Ilojim yo'q. Biz bilan ketasizlar. Balki qochib ketarmiz. Yo'q. Kuryonni tashlab keta olmaymiz. Unga nima bo'ldi? Qisqa tutashuv.
Biz ham Alex bilan sim arqonni shunaqa tutashtirgan edik. Kerakli uskunalarni yechib oldingmi? Ha, so'zlagichni ham olib keldim. Kemamiz nega quladi? Bilmadim. Imkon bo'lishi bilan aniqlayman. Katrina, senga nima bo'ldi? Sen bilan uchrashishimni taqiqlashdi. Nima uchun? Dadam seni tentak deb o'ylayapti. Unga Pol haqida so'zlab bergandim. Yondosh olam bilan aloqaga chiqqanimizni aytgandim. Bu hammasi miyaning suyulishidan dedi. Ishonishadi deb o'ylovmiding? O'zingnikilarga nima deding? Dars tayyorlashga bordik deb rostini aytdim. Nima? Otam men bilan faxrlandi. Aqlim kira boshlagandan xursand bo'ldi. Balki uyimizda birga dars tayyorlarmiz. Ishingni suvga ayt. Katrina, har narsadan jahling chiqmasin. Har holda safarimiz bekor bo'lmadi. Pol yondosh olamda ekanini biz endi aniq bilamiz. Bizga kim ham ishonardi? Alahsirashyapti deyshadi. Agar Polni otasiga sehrgarlar bilan aloqaga chiqishni taklif qilsak-chi? Buning uchun toqqa borish kerak. Faqat o'sha yerda radio aloqaga chiqish mumkin. To'g'ri, lekin boshqa ilojimiz ham yo'q-da. Bilmadim, Alex. Chorasini o'zing o'yla. Katrina, Urushib qoldinglarmi? nima? Ha, Bu qiz bilan dars tayyorlash oson emas. Lekin u seni odam qiladi. Bardam bo'l. bu nima deganing? Senga qiz bola ustozlik qilishini bilgan kunimdan beri rahmim kelyapti. Qismating haqida hali zo'r kitob yozaman. Kiyiming juda ham zo'r ekan. Uni qayerdan olding? Dadamning do'konidan. Yo'q, dadang radio uskunalar bilan savdo qiladimi? Shunday, men esa unga yordam beraman. Tanaffus paytida bemalol gaplashamiz. Balki meni Katrina bilan yarashtirib qo'yarsan. Gap yo'q. Bu yerdan yovvoyilar o'tishdi. Kemalarimizni ishdan chiqarishni yo'lini topishibdi. Bu Polning izlari-ku. Kurion ham shu yerda bo'lgan. Demak, Koryonni asirga olishgan. Hukmdorlarga xabar berish kerak. Hojati yo'q. Yovvoyilar Polni yonar kukunni sirini ochishga majbur qilishlaridan qo'rqyapman. Bu niqoblar dehqonlarni qo'rqitish uchun bo'lsa kerak-a? Buni Kern o'ylab topgan. Sehrgarlar barcha falokatlarda yovvoyilarni ayblab berishgandan keyin shunday qilishgan. Holbuki hech qanaqa yovvoyilarni hali hech kim ko'rgan emas. Sizlar soxta yovvoyi ekansizlar-da. Va hammangiz hududga surgun qilingansiz. Hammamiz emas. Kimlardir sehrgarlarni zulmidan qochib kelishgan. Nima uchun afsungarlarni shunchalik yomon ko'rasizlar? Hamma narsaning faqat siz xohlaganday bo'lishini istamaymiz. Xafa bo'lmang, lekin qonunga bo'ysunishingiz shart. Jamiyat shunday tuzilgan. Bir kun kelib, bizlar ham qudratli bo'lamiz va sehrgarlarni yo'q qilamiz. So'ng o'zimizni qonunlarimizni o'rnatamiz. Senga nima bo'ldi? Clayhilldan tobora uzoqlashib ketyapmiz. Uyimga hech qachon qayta olmasam kerak. Yura qol. Meni otam Katrina bilan dars tayyorlashimizga qarshi. U meni dam olish kunlari amakimni tovuqlarni boqish uchun tog'ga jo'natib yuboryapti. Tovuqxonagami? Ha, jo'jalarga qarashim kerak ekan. 2 kun tovuq katagini tozalashga majburman. Lekin Katrina o'rgatmasa, miyamga birorta ham fan kirmayapti. Seni tushunaman. Balki biror yordamim kerakdir. Bilmadim. Hech bo'lmasa radio orqali xabarlashib tursak, biror narsa o'rganardim. Otangni do'konidan menga ratsiya olib bera olmaysanmi? Yo, shunga o'xshaganroq narsami? Ratsiya juda qimmat turadi. Nathan, men seni kitobing uchun hayotimdagi voqealardan gapirib berardim. Katrina haqida ham. Gap yo'q.
Sehrgarlar izimizdan kelishlaridan qo'rqmaysizlarmi? Ular ilgari bizni hech qachon ta'qib etishmagan. Lekin biz ilgari sehrgarni asir olmaganmiz. Ular bizdan tezroq harakatlanishadi. Sen nimani taklif etasan? Sizlarni yovvoyi deyishadi. Afsungarlar nimalarga qodir ekaningizni bilishmaydi. Orqada qolma. Yovvoyilar odam qonini ichishadimi? Sizga yaxshi jodulangan aslahangiz bor. Rejamiz amalga oshsa, Kuryonning sovti seniki bo'ladi. Zo'r bo'ldi. Endi ular izdan adashishadi. Yashirinamiz. Ularning izini yo'qotdik. Kul hali sovimagan. Demak, uzoqqa ketisha olmagan. Izlarini top. Ashka, bu yoqqa keling. Shu uchishdi. Ular g'oyib bo'lishibdi. Demak, tushish yo'li bo'lishi kerak. Bu yerdan tushib bo'lmaydi. Yo'lga tushamiz. Endi kelmaysan deb o'ylagandim. Agar bizni birga ko'rib qolishsa, dadamdan rosa gap eshitaman. Xotirjam bo'l. Tezda qaytamiz. Umuman olganda, o'zingni hech narsa bo'lmaganday xotirjam tutsang, sen bilan hech kimning ishi bo'lmaydi. Aytishga oson. Menga ham qanchalik osomasligini endi bilgandirsan. Senga nima bo'pti? Hech narsa. Kiramizmi yo'qmi? Uzmedia.tv eng yangi tarjima kinolar faqat bizda. Rahmat dada. Otam aytdiki, olis masofadan Katrin bilan suhbatlashish uchun juda kuchli uzatgich kerak ekan. Men haqimda nima deding? Nima derdim? Dars tayyorlashingizni aytdim, u 2 haftaga uskunani olishingizga ruxsat berdi. Sen juda iste'dodli bolasan. Yozgan kitobing mashhur bo'lib ketadi. Men nomini ham topib qo'ydim. Chala savodning ustozi. Ajoyib nomni ayting. Bu radio telefon to'lqin radiostansiyaga uzatiladi va darhol aloqadagi uskunaga ulanadi. Texnik tafsilotlari bizni qiziqtirmaydi. Biz adabiyotchilarmiz. Omadsizliklaringiz haqida qachon gapirib berasan? Dushanba kuni. Batareyasi qancha vaqtga yetadi? 6 soatga. Bu bizga kamlik qiladi. Alex dostonini o'qishni boshlaganida uni to'xtatib bo'lmaydi. Ha, Alex doston yozyaptimi? juda ham uzun doston. Yarmiga ham yetmasidan quvvat tugab qolsa, achinarli bo'ladi. Bo'lmasa quyosh batareyasini ola qolinglar. Nathan, bizni darslarimiz endi quyoshdan quvvat oladi. Ajoyib. Bermay qolishdan qo'rqqandim. Meni doston yozadi dedingmi? Bo'ldi. Bu yer endi xatarsiz. Ko'z bog'ichlarini yechinglar. Orqada qolmanglar. Adashib qolsangiz, umrbod hech kim topolmaydi. Endi bu uskunalarni tog'ga qanday olib borishni o'ylashimiz kerak. Men bora qolay. Menga bularni ulab bermaysanmi? Hujjatini o'qi, bir amallab tushunib olarsan.
Salom Nik, ishlar qalay? Har qalay yaxshi. Katrina, bu meni akam Nik. Salom Katrina. Oromgohdagi sarguzashtlaringni Alex menga gapirib berdi. Shu tentak bola bilan qanday qilib do'st bo'lib yuribsan, hayronman. U endi tentak emas, doston yozyapti. O'qib bersinmi? Bu qanaqa matohlar? Katrinani tajribalarga yordam beryapman. Asboblaringizdan foydalansam maylimi? Keyin joyiga qo'yib qo'y. Nega yuziga qora moy surtib oldi? Nik garajni yondirib yuboribdi. Uni ishdan haydashibdi. Bundan dadam xabar topsa, uni o'ldiradi. Yo'lini topdim. Nikni ertaga tog'ga borishga ko'ndiramiz. Salom. Yegili topdingizmi? Sehrgarni ham ushlab keldik. Qo'rqma. Qurol aslahasiz u oddiy bir qariya. Bugun uni taqdirini hal qilamiz. Uni olib ket, Tark. Turtkilamang. Bu bolani Clayhillda ko'rgandim. Olovni afsunlashni biladi. Sehrgarlarning askari. U afsungarlarning asiri edi. Bizga kemalarni qulatishni o'rgatdi. Bolaga ishonma, Kern. Sehrgarni yoniga qamab qo'y. Nimaga? U hech qayerga ketmaydi, baribir yo'lni bilmaydi. U bo'lmasa, yeguliksiz qaytgan bo'lardik. Kechqurun sehrgarga hukm chiqaramiz. Polni taqdirini ham o'ylab ko'ramiz. Endi hamma tamadi qiladi. Ketdik. Nima uchun o'zinglar ekin ekmaysizlar? Yerga urug' sepgandik. Sehrgarlar ko'rib qolib, payxon qilib tashlashgan. Shu sabab o'g'irlashga majburmiz. Lekin dehqonlarning rizqini o'g'irlayapsizlar-ku. Sehrgarlarga berayotgan o'lponlaringizni olyapmiz. Xayriyatki suv chiqarishni o'rganib oldik. Buni bizga Zandir o'rgatdi. Kuryonni nima qilmoqchisizlar? Kechqurun hal qilamiz. U yomon odam emas. U meni surgunga jo'natgan. Sehrgarlar bizni hayotimizni boshqarishga o'rganib qolishgan. Sizlarga yaxshi bo'lishni istaganmiz. Hali birorta och sehrgarni ko'rmaganmiz. Balki yanglishgandirmiz, lekin xatoni tuzatish mumkin. Qasrga ketishimga izn beringlar. Qirib tashlashlari uchun qarorgohimiz qayerdaligini aytish maqsadidami? Surgun nimaligini bir ko'rib qo'ysin, yopiq hududga jo'natish kerak uni. Yopiq hududga surgun qilinsin. Sizlar ham afsungarlar kabi shafqatsiz ekansiz. Nima uchun uni himoya qilyapsan? O'zingni ham surgunga hukm qilishgandik-ku. Kuryon qochishimga yordam berdi. Senga nima uchun yordam berdi? Men xavfli bilimlarni egallaganman. Bu qanday bilimlar? Ularga hech narsa aytma. Gapir. Demak aytmaysan. Sehrgarga hukm chiqaramiz. Uni nima qilmog'imiz kerak? Surgun qilamiz. Surgun! Kim tarafdor? Afsungar ertaga o'lik hududga jo'natiladi. Bilib qo'y, u yerdan hech kim tirik qaytmaydi. Kuryonsiz men uyimga keta olmayman. Ularga yonar kukun tayyorlashni o'rgatsang, kuryonni qo'yib yuborishadi. Yo'q, u holda sehrgarlarni qirib tashlashadi. Sehrgarlar doim bizni o'ldirib yuborishga urinishgan. Ularga qarshi qurolni bizga ber. O'rtangizda urush boshlanib ketadi. Urush deganing nima? Bu yerda hamma narsa jonimga tegdi. Iliqqina hammomni, yumshoqqina ko'rpamni sog'indim. Mazza qilib televizor ko'rsam. Urush nima o'zi?
Ko'ryon. Ko'ryon. Bu yerdan ketish kerak. Aslahalarim nima bo'ladi? Ularning qayerdaligini bilmayman. Qaysi tomonga? Grivan. Ko'ryonni oti. To'xta. Shovqin chiqarsak bolani topolmaymiz. Afsungar yo'q. Qochib ketdi. Qarorgohimiz qayerda ekanini aytib qo'ymasdan uni topish kerak. Hamma qidiruvga. 2 kishi men bilan yursin, tezroq. Riana, Ko'ryon qochib ketibdi. Pol qani? Ko'ryon bilan ketgan bo'lsa kerak. Ular bu yerlarda adashib qolishadi. Tutib olishsa, Polni ham surgunga jo'natishadi. Ularni oldinroq topishimiz kerak. Men Afsungarga yordam bermayman. Hech bo'lmasa Polga yordam ber. Balki menga ishonmassan, lekin u boshqa olamdan kelgan. Nima? Qulog'ingga qo'y. Eshityapsanmi? Otni topdingmi? Ortimdan. Bu tomonga. To'xta. Bu yoqqa yur. Pol, shoshma. Ketolmaymiz. Chiqish yo'li bo'lishi kerak. Ortimdan. Bu chalkash yo'ldan chiqib keta olmaymiz. Bu yoqqa. Yo'l bu tomonda.